Bugun sizlar bilan bitta moshniy game klub ochish uchun qancha ketadi, nimalarga e'tibor berish kerak, nimalar olish kerak va nimalar olmaslik kerak va boshqa mavzular to'g'risida batafsil mana shu videoda gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun albatta foydali bo'ladi. Bu ma'lumotlarni Toshkent viloyati Qibray tumanida o'zimiz ochib bergan 3-9 game klubida ko'rib chiqamiz. Game klub ochishda birinchi navbatda e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu kompyuter va kompyuter komplektidagi periferiyalar kiradi. Monitor, case, klaviatura, mishka, naushnik va mebellari. Tanishtirishda birinchi case'imizning xarakteristikasidan boshlaymiz. Altesh brendiga tegishli 4 ta kullerli, oldi sovutish tizimi zo'r bo'lgan case'ga yiqqanmiz. Xo'p, materialskiy platamiz H610 DDR4 bo'ladi. Protsessorimiz 24-25-yilda trend bo'layotgan Core i5 12-pokoleniyaning 12400F protsessori bo'ladi. Operativga keladigan bo'lsak, DDR4 8 ta, jami 16 GB li 3200 MHz ishlaydigan operativkalar va sistema o'yinlarni yuklaganingizda va game club programmalarni yuklaganingizda professionallik qilib tez ochib berishi va kачественно ochib berish uchun 512 GB M2 RAM SSD qo'yilgan. Brendi Lexer'dan bo'ladi. O'yinlarning grafikasi muhim bo'ladi. O'yin o'ynayotganda hamma o'yinlarni professional darajada yuqori grafikalarda ochib berish uchun ham budjetli bo'lgan GTX 1660 Super 6 GB li video kartalarni qo'yganmiz. Blok pitaniyamiz 600 Watt 80+ bronza bo'ladi. Monitorimizga keladigan bo'lsak, monitorimiz AOS brendiga tegishli, tepaga pastga tushib chiqadi. 300 Hz 0.3 millisekund, ya'ni 0.3 millisekund bu kadrlar almashinuv sekundi bo'ladi. Qancha past bo'lsa, shuncha yuqori, ya'ni tezroq almashadi. Gersi, bu monitorimizning gersi 300 Hz dedim. Bu yaqin 2-3 yillikda bemalol talablarga javob bera oladi. Klaviatura mishkamiz yoki naushniklarimiz bu talablardan kelib chiqib, ya'ni game club ochmoqchi bo'lgan joyingizda qanaqa mishka ishlatsa, qanaqa klaviatura yoki naushnik ishlatadigan bo'lsa, talablardan kelib chiqib turib, bemalol o'zgartirib yoki o'zingizga yoqqanini xarid qilsanglar bo'ladi. PS2 o'yinini ko'rib turibsizlar, 300 Hz monitor, 1660 planer bemalol game club standartlariga javob beradi. Mazaq o'ynasanglar bo'ladi, hech qanaqa zadержка yo'q. Kачестволari yuqori. Ikkinchi o'rinda mebellar turadi. Yaxshi gamerlar yaxshi mebellarda o'ynagisi keladi, ya'ni stuli bilan stoli. Ya'ni kompyuterlarning joylashishi ham bor, qulay joylashish uchun yaxshi mebellardan qilingan. Ko'p game klublarda e'tibor beraman, ko'p uchramaydigan, ya'ni o'rtasi yopiq holatda bu unga qilingan. Ya'ni naryoq tarafdagi o'yinchi qarama-qarshi komandada asep otilganda, ya'ni ko'p bo'ladi, oqargani ko'rinmaydi. Ya'ni qanaqadir cheat deb olamizmi yoki qulaylik deb olamizmi, raqib komanda ko'ra olmaydi. Shunda chestni o'yin bo'ladi. Keyingi navbatda hamma kompyuterlarni to'liq nazorat qilish va kelayotgan pul tushumlarini tekshirib borish uchun bizga admin kompyuter va barra joylashuvi kerak bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, kassaga juda ham qulay, hech kim ko'ra olmaydi. Qulay qilib, xavfsiz ishlangan. Bu tarafda barimiz, keyin bu yerda xolodilniklarimiz bor. Game klubga qo'shimcha foyda olib kelish uchun xolodilnik, ya'ni barra o'rni alohida ahamiyatga ega. Xolodilligimizni ko'rib turibsizlar, hammasi gazli, gazsiz, soklar, energetik, kola, fanta shunga o'xshagan narsalar bilan to'ldirilgan. Albatta bu game klubda foydasiga foyda qo'shadi, ya'ni qo'shimcha foyda olib keladi. Hamma game klubda bo'lishi shart bo'lgan narsalardan bittasi hisoblanadi. Kompyuterlar ko'p game klublarda kuyib qolishi yoki o'chib qolishi, o'ynayotgan joyda o'yinlar tashlab yuborishi bu narsa tokdan bo'ladi. Ya'ni hozir tokimizni ko'rdinglar, 140, 120 bo'lib yotibdi, uni 220 qilib tokni filtrlab beradi. Ya'ni ko'payib ketsa kamaytirib, kamayib ketsa ko'paytirib beradigan narsa bu stabilizator bo'ladi. Hamma game klubda bo'lishi shart. Bo'lmasa 100-200 dollar, 500 dollar tejiman deb 1000 dollar yoki 500 dollar, 600 dollarlik kompyuterlarni kuydirib qo'yishinglar mumkin. Game klubingizda 10 ta yoki 20 ta kompyuter bo'lsa, bittasi kuyadigan bo'lsa, stabilizator puli chiqib ketadi. Shuning uchun stabilizator qo'yishni tavsiya qilamiz. Game klub ochishda yana bitta eng ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa bu lokatsiya. Ya'ni game klubingiz yonida har xil oziq-ovqat do'konlari, kiyim-kechak do'konlari, yo'l yuzi bo'lsa, bu sizga plyusga ishlaydi. Ya'ni ko'chadan o'tgan odam ham sizni game klubingizni ko'radi. Do'konga kelgan odam ham sizni game klubingizni ko'radi va kompyuter o'ynagisi kelsa, albatta sizni game klubingizga kelib kompyuter o'ynaydi. Shunga o'xshash gaplar. Mana hozir bu game klubimizning egasi, ya'ni mijozimizdan o'zlarining realniy fikrlari va maslahatlarini eshitishingiz mumkin. Aka, mijozlarimiz ko'p game klub ochishda qiynaladi, ya'ni har xil savollar bo'ladi. Qancha vaqt ketdi, necha pul ketdi, nimalarga e'tibor berish kerak,
Sizga bir ikki og'iz savolimiz bor. Ya'ni foydali bo'lish uchun game klub ochayotganda nimalarga e'tibor berish kerak o'zi? Game klub ochayotganda birinchilardan bo'lib tokga, svetga ahamiyat berish kerak. Chunki ko'p joylarda svetdan juda muammo ko'p bo'ladi. Svetga ahamiyat berish kerak. Svetni bir maromni ushlab turish uchun обязательно unga stabilizator qo'yish kerak. Ikkinchilardan bo'lib turib, bu yaxshi o'yin o'ynash uchun, yaxshi grafika ishlab berish uchun yaxshi keysdan yig'ish kerak. Yaxshi kompyuterlar. Yaxshi kompyuterlardan komplekt yig'ish kerak. Hamma qiziqqan jarayon game klubni bitta, ya'ni game klub ochish uchun qancha vaqt ketadi degan savolga hozir javob olamiz. Aka, mana shu 35 ta kompyuterni noldan ochib, mebel, sebel, kompyuterni tanlab olib kelib, uстановка qilib o'yinlar bilan ishga tushirganingiz necha kun vaqt ketdi? Xo'p, mebel hamma yig'ish, noldan yig'ish vaqtiga bir oyga yaqin vaqt ketdi. Svetimizga bir haftaga yaqin vaqt ketdi, mebelimizga 10 kuncha vaqt ketdi, kompyuterlarga uстановкалар bilan общий bir oy vaqt ketdi. Bir oy ichida 35 ta kompyuter полный подключ qildingiz. Shunaqa. Kompyuter uстановка ish jarayoniga tushirdingiz. Bir oy ichida. Bo'ldi. Misol uchun 20 ta bo'lsa, demak 20 kunlik, 15 kunlik ketib qoladi. Shunaqa, undan ham kamroq bo'lishi mumkin. Joyiga qarab, Ish jarayoniga qarab. Aka, mana shu 35 ta kompyuter полный подключ qilish uchun necha pul ketdi? Umumiy summa. Mebel, kompyuter, remont. Umumiy summani hisobga olganda, remont, mebel, kompyuter montaj hammasiga $32,000 pul ketdi. 32,000 35 ta kompyuter ishga tushirib oldingiz, to'g'rimi? $32,000. Onlayn, offlaynlar hammasini bemalol. Hammasini bemalol muammosiz o'qib. Demak, 35 ta kompyuterimizga $32,000 ketibdi. Bu yerda onlayn va offlayn o'yinlarni, ya'ni umumiy o'yinlar uchun mo'ljallangan kompyuterlar ham ichiga kirib ketgan. Общий hisobda $32,000 bilan 35 ta kompyuter ish holatiga keldi.